So'nggi paytlarda avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari jamoatchilikning e'tiborini torta boshladi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ortiqcha tezlik, qoidalarni buzib quvib o'tish, qarama-qarshi yo'lga chiqib olish yoki piyodalarning belgilanmagan joydan harakatlanishi kabi sabablar buning asosiy omillari bo'lmoqda. Oqibatda ayrim yo'l hodisalari moddiy zarardan tashqari inson hayotiga zomin bo'lib, mayib majruh ham qilmoqda. Shunday sharoitda xavfsizlikni ta'minlash, yo'llarda qonunbuzarliklarni kamaytirish uchun hududiy profilaktik tadbirlar va reydlar olib borilmoqda. Xavfsiz hudud dolzarb 10 kunlik profilaktik tadbiri doirasida Navoiy viloyat hududida yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan barcha hududlarda reyd va nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Xususan Navoiy shahrida taqsimot asosida xizmat olib borayotgan yo'l patrul inspektorlari tomonidan to'xtatilgan mana bu mikroavtobus haydovchisining ushbu transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi D toifasi mavjud emasligi ma'lum bo'ldi. Shoferda mazasi yo'qligi kasal bo'lib qoldi. Majbur bo'lib haydab kelishga. Bolachalar onalari kutuvdi. Majbur bo'ldim haydab kelishga. To'g'ri kategorimda yo'q. Nega shofer mazasi kasal bo'lib qoldi? Cobalt rusumli ushbu transport vositasi esa davlat raqam belgisisiz harakatlanib yurganligi yetmagandek, haydovchining tegishli hujjatlari ham mavjud emasligi aniqlandi. Navoiy shahar hududida Navoiy ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimizda, shu tekshirish maqsadida to'xtatganimizda, haydovchining yonida tegishli hujjatlari yo'qligi aniqlanib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga yuborildi. Tungi vaqtda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ham bir qancha qo'pol turdagi qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Amir Temur ko'chasida navbatdagi Cobalt haydovchisi xodimlarning to'xtash ishorasiga bo'ysunmadi. Huquqbuzarligini tan olishni xohlamagan fuqaro qancha urinsa ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirildi. Jarayonda moped va skuter boshqaruvchilari bilan ham profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu turdagi transport vositalarini boshqarish uchun joriy yilning 1-oktyabr sanasidan boshlab A toifadagi haydovchilik guvohnomasi talab etilishi, skuter va mopedlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va davlat raqam belgilari olish zarurligi haqida ogohlantirildi. Afsuski, shu kuni moped haydovchilari bilan bog'liq qo'pol turdagi qoidabuzarlik holatlari ham uchradi. Islom Karimov ko'chasida to'xtatilgan mana bu fuqaro ko'rinishidan mast holatda. Siz spirtni ichimlik qilgan holda boshqaryapsiz. Shuning uchun biz sizni to'xtatdik. Shuni tan olasizmi? Shuni tan olasizmi? Buni oqibati nimaga kelib chiqishini bilasizmi? Tabiiyki, bunda fuqaro tibbiy ko'rikka taklif etiladi. Bu tariqa o'z hayotini tahlika ostida qoldirish juda katta xato albatta. Shu sababli ham skuter boshqaruvchilar ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish uchun haydovchida yetarli bilim tajriba, haydovchilik guvohnomasi bo'lishi hamda barcha harakat ishtirokchilari singari ular ham yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlari talab etilmoqda. Toshtaroshlik